Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan future simple tense, ya'ni hozir kelasi oddiy zamonni o'rganamiz. Kelasi oddiy zamon nima? Bu zamon kelajakda sodir bo'ladigan oddiy, kutilmagan va rejalashtirilmagan harakatlarni ifodalaydi. Zamonning yaratilish formulasi, ya'ni darak va inkor shakllari. Darak gaplarda subjektdan keyin will plus verb qo'shiladi, ya'ni I will go tomorrow. Men ertaga boraman. Inkor shaklida esa willdan so'ng not inkor yuklamasi ishlatiladi. Masalan, they won't come tonight. Ular bugun kechqurun kelishmaydi. So'roq shakllarida will yordamchi fe'li egadan oldinga o'tadi. Will you help me? Menga yordam bera olasizmi? Maxsus so'roq gaplar oldidan maxsus so'z keladi, ya'ni where will you stay? Siz qayerda turmoqchisiz, turasiz? Bu zamonni biz qachon ishlatamiz? Spontan qarorlar, ya'ni gapirish paytida qabul qilingan, ya'ni rejalashtirilmagan qarorlar uchun ishlatishimiz mumkin. Bashoratlar, shaxsiy fikr yoki ishonchga asoslangan taxminlar. Va'da va takliflar. Kimgadir yordam berish taklifi yoki va'da berishda biz kelasi zamondan foydalanar ekanmiz. Kelajakdagi faktlar, ya'ni biz o'zgartira olmaydigan tabiiy haqiqatlar ham bor. Spontan qarorlar, ya'ni kutilmagan qarorlarda hozirgi vaziyatga qarab, o'sha daqiqada qabul qilingan qarorlar uchun will ishlatiladi. Masalan, I will answer the door. Eshikni men ochaman. Yoki I will order the tea. Men choy zakaz qildim kabi. Kelajakni bashorat qilishda. Masalan, shaxsiy taxminlar. Kelajakda sodir bo'ladigan ishlarni shaxsiy his-tuyg'u, taxmin, ishonch asosida aytganimizda ham biz kelasi zamonni ishlatamiz. Odatda I think, I hope yoki probably so'zlari bilan keladi. Masalan, I think it will rain tomorrow. O'ylaymanki, ertaga yomg'ir yog'adi. Hech qanday hozirgi dalil yoki tayyor reja yo'q holatlarda biz kelasi zamonni ishlatar ekanmiz. Qisqa qilib aytganda, o'sha oldindan rejalashtirilmagan va suhbat paytida qaror qilingan harakatlar uchun future simple ishlatiladi. Endigi slaydda biz will va to be going to'ning farqini ko'rib chiqamiz. Willda hozir aytganimizdek rejasiz kelajak. Ya'ni oldindan rejalashtirilmagan, to'satdan qabul qilingan qarorlar. The phone is ringing. I will get it. Telefon jiringlayapti va men unga javob beraman. Telefon jiringlashi oldindan reja qilinmagan. O'sha vaziyat to'g'ri kelyapti va men javob beraman degan vaziyatda biz will yordamchi fe'lni ishlatamiz, ya'ni future simple'ni. Shaxsiy taxminlar, bashoratlar uchun ham bu mos keladi. Endi to be going to da qanaqa bo'ladi? Bunda rejali kelajak, ya'ni oldindan rejalashtirilgan ish harakatlari va hozirda dalili bor bashoratlar uchun ham biz to be going to iborasini ishlatamiz. Masalan, look at those black clouds. It's going to rain. Bu yerda dalil o'sha qora bulutlar, ya'ni osmondagi qora bulutlarga qarang. Yomg'ir yog'adi, ya'ni o'sha faktga asoslanib yomg'ir yog'ishi taxmin qilinyapti. Grammatikal tiklanish. Subject I, we, you, they, he, she, it. Darak gaplarda o'sha will yordamchi fe'li egadan keyin qo'yish orqali yasaladi. Inkor gapda willdan so'ng not inkor yuklamasini qo'shamiz. So'roq gaplarda esa will egadan oldinga o'tadi. Buni shu jadvalda ko'rib olishingiz mumkin. Endi kalit so'zlariga keladigan bo'lsak,
Future simple'ni kalit so'zlari tomorrow, next yoki soon. Masalan, tomorrowni aytadigan bo'lsak, ertaga sodir bo'ladigan barcha ish harakatlari uchun asosiy marker. We'll meet tomorrow. Biz ertaga ko'rishamiz. Next day, next week, next month, next year bo'lishi mumkin bu yerda. Kelasi o'sha hafta, oy, yil. She will start university next year. U keyingi yil universitetda o'qiydi. Tez orada bajariladigan ishlar. The train will arrive soon. Poyezd yaqin orada yetib keladi. Kelasi zamon shakllari nisbati, ya'ni future simple. Will'da o'sha 45% ko'rsatgan. To be going to 35%. Present continuous esa 20%. Bundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, biz kelasi zamon uchun future simple'ni ham ishlatamiz. To be going to'ni ham ishlatamiz va shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Present continuousni ham kelajak uchun ishlatishimiz mumkin. O'rganish bosqichlari o'sha birinchi masalan formulani yodlaymiz. Ya'ni o'sha will plus asosiy fe'l formulasini mustahkamlab olish kerak. Keyin jadvalga qarab so'roq inkor formasini yasalishini, ya'ni want va so'roq shakllarini mashq qilish kerak. Keyin to be going to'ni farqini bilib olishimiz kerak va o'sha erkin muloqotda qo'llab, ya'ni boshida gap tuzib ko'ramiz va keyin har xil dialoglarda o'sha future simple'ni ishlatib ko'ramiz. Sizlar bilan bugungi o'tmoqchi bo'lgan shu darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.